Annyeonghaseyo Yorobun, hozir sizlar bilan yangi so'zlarni o'rganamiz. Koreys tilida so'z tuzish va gapirish unchalik qiyin emas. O'zbek tiliga grammatikasi juda ham o'xshagan bo'lgani uchun biz so'zlarni tuzishda qiynalmaymiz. Ammo so'z boyligimiz ko'p bo'lishi kerak. Shuning uchun tez-tez lug'atlar yodlab turamiz. Siz shu paytgacha koreys tilida yozish va o'qishni yaxshilab o'rganib olgan bo'lishingiz kerak. Shuning uchun ham o'qilishini yozib o'tirmadim. Koreys tilidagi da qo'shimchasi o'zbek tilidagi moqqa to'g'ri keladi. Misol uchun ka bor bo'lsa, da moq qo'shimchasi bo'ladi. Bu qo'shimcha o'zbek tilida faqatgina fe'lga qo'shiladi, lekin koreys tilida fe'l, sifat va ravishga ham barchasiga da qo'shiladi. Kada bormoq, oda kelmoq, mannada uchrashmoq, moqda yemoq. Qaytaramiz. Kada oda mannada moqda namu daraxt, nalshi ob-havo. Bu yerda ikkita sh harfi kelyapti, shuning uchun ham qattiqroq talaffuz qilish kerak. Nalshi ob-havo, nun ko'z yoki qor ma'nosida keladi. Kasu qo'shiqchi. Qaytaramiz. Namu nalshi nun kasu. Isa shifokor. Bu diftongi, shunga yaxshilab e'tibor berasiz. Huisaon xodim. Mori peshona. Orgul yuz. Qaytaramiz. Isa Huisaon Mori Orgul. Son qo'l. Kajok oila. Chido xarita. Seul Seul. Biz o'zbek tilida Seul deb aytamiz, lekin koreyslar Seul deyishadi. Sudo poytaxt. E'tibor berishingiz kerak. Bu yerda yotiq o harfi kelyapti. Shuning uchun ham sudo deyilmaydi. Sudo deb talaffuz qilinadi. Sagwa olma. P nok. Talgi qulupnay. Bu yerda ham nima kelyapti? Ikkita d kelyapti. Shuning uchun ham dalgi deb talaffuz qilamiz. Qaytaramiz. Sudo sagwa P dalgi. Uyu sut. Pang non. Bu yerda ham ikkita p kelyapti. Agar bittagina pang, oddiy pang deb o'qib qo'ysangiz, bu xona degan ma'noda keladi. Mul suv. Pekwajon supermarket. Qaytaramiz. Uyu pang mul pekwajo. Chuda bermoq. Chipta sovuq. Tapta issiq. Tatti hada. Bu yerda s harfi kelyapti. Nega buni tatti sada deb o'qimayapmiz? Chunki s harfidan keyin h kelsa, bu t deb talaffuz qilinadi. Sida yozmoq. Peuda o'rganmoq. Kungbuhada o'qimoq. Bularni ham qaytarib chiqamiz. Sida peuda kungbuhada. Lug'atlarimiz mana shu yergacha edi. Barchasini yodlang. Ertaga jonli efir o'tkazamiz va lug'atlarni birma-bir sizlardan so'rab chiqaman.